Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar, hurmatli talabalar. Pul va banklar fani bo'yicha navbatdagi mavzuni video darsimizni boshlaymiz. Sizlar bilan bugungi bo'lib o'tadigan mavzumiz O'zbekiston Respublikasi bank tizimi va uning tarkibi. Men Moliya banki kafedrasi o'qituvchisi Sheraliyev Abbos. Sizlar bilan darsimizni boshlaymiz. Mavzumizning rejasi. Marhamat, birinchisi banklarning paydo bo'lishi, maqsadi va vazifalari, ikkinchisi O'zbekiston Respublikasi bank tizimi va uning shakllanishi deb nomlanadi. Demak, banklarning paydo bo'lishi turtki bo'lgan, asosiy omillar bo'lib quyidagilar hisoblanadi. Demak, qadim zamonlarda o'sha pullarni saqlash uchun ishonchli muassasani topish zarurligi pul xo'jaligining yuzaga kelishiga sabab bo'lgan asosiy omil bo'ldi. Dastlab bunday muassasa vazifasini ibodatxonalar bajardi. Chunki ibodatxonalarga va ularda xizmat qiluvchi dindorlarga nisbatan davlat ham jamoalar tomonidan kuchli ishonch mavjud edi. Hatto ashaddiy o'g'rilar va talonchilar ham ibodatxonalarga hujum qilmagan. Ibodatxonalarda dastlab tovarlarni ayirboshlash natural shaklda amalga oshirilgan edi, ya'ni bitta tovarga almash natural shaklda boshlangan edi. Bu esa tovarlarni saqlash uchun katta hajmdagi omborxonalarni talab etar edi. Buning ustiga ayirboshlashda ekvivalentlikni saqlash muammosi yuzaga keldi. Buning natijasida ibodatxonalar xodimlari, ruhoniylar metal pullarning afzalligini payqab qolishdi. Dastlab oltin, kumush, mis, bronzadan pul sifatida keng foydalanish yo'lga qo'yildi. Keyinchalik ular orasida oltin va kumush umumiy ekvivalent sifatida ajralib chiqdi. Ibodatxonalar hisobga olish operatsiyalarini ham amalga oshirishga majbur bo'lishdi, chunki operatsiyalar hajmi ularda ishtirok etuvchilarning soni ko'payishi bilan operatsiyalarni hisobga olish murakkablashdi. Tovar munosabatlarining paydo bo'lishi va davlat hokimiyati institutlarining paydo bo'lishi bilan ibodatxonalarning pul operatsiyalari rivojlandi. Dastlab ibodatxonalar pul mablag'lari va mulklarni bepul saqlashgan. Keyinchalik ular saqlashni pullik qilishdi va bir vaqtning o'zida kredit berish ham yo'lga qo'yishdi. Demak, bank. Endi bankka ta'rif bersak, bank deb bilamizki, pul mablag'larini yig'uvchi, saqlab beruvchi, kredit, hisob va boshqa har xil vositachilik operatsiyalar bajaruvchi muassasaga bank deb aytiladi. Demak, banklarning paydo bo'lishining asosiy omillari tovar pul munosabatlarining rivojlanishi hisoblanadi. Tovar pul munosabatlarining yuzaga kelishi va ularning rivojlanib borishi barcha ijtimoiy iqtisodiy tuzumlarda banklarning mavjud bo'lishini taqozo qildi. Demak, bank so'zi bilamizki, italyancha banka so'zidan olingan bo'lib, stol, aniqroq pulli stol degan ma'noni anglatadi. Demak, bank so'zi bu italyancha so'z bo'lib hisoblanadi. O'rta asrlarda italiyalik puldorlar hamyonlardagi idishlardagi monetalarni stol ustiga qo'yib hisob-kitob qilganlar. Banklar o'rta asrlarda, demak, puldorlar tomonidan pulni qabul qilish va boshqa davlat shahar pullariga almashtirib berish asosida kelib chiqqan. Keyinchalik puldorlar o'z bo'sh turgan pul mablag'larini foyda olish maqsadida ularni vaqtincha foydalanishga mablag' zarur bo'lgan subyektlarga berishgan. Demak, ilk banklarni ham bilamizki, paydo bo'lishi bu ilk banklar ham savdogarlar tomonidan paydo bo'lgan va banklarning ham ilk operatsiyalari valyutalarni ayirboshlash, ya'ni bir shaharning valyutasini ikkinchi shaharga almashtirib berish, ya'ni valyutani ayirboshlash operatsiyasi bo'lib hisoblanadi. Xo'sh, bizga ma'lum bo'lgan, bilamizki, ilk banklar 12-asrda Genuyada pulni almashtiruvchilar, ya'ni bancheri deb atagan. Agar pullardan birortasi ishonchni oqlamasa va o'z ishiga mas'uliyatsizlik qilsa, u o'tirgan stolni sindirib tashlagan. Mana shundan banklar paydo bo'lgan. Bundan tashqari bankrot deb e'lon qilgan. Bankrotda so'zi ham bilamizki, italyancha banka so'zidan olingan. Ya'ni kimdir o'sha omonat qo'ygan, o'sha pul mablag' qo'ygan pulga xiyonat qilgan bo'lsa, kelib o'sha xodim o'tirgan stolni kelib sindirib tashlagan va bankrot deb e'lon qilgan. Banklarning paydo bo'lish boshlang'ich nuqtasi. Demak, 16-asrlarda ilk banklar Florensiya, Venetsiyada, 1605-yilga kelib esa Amsterdamda, 1618-yil Gamburg, Milan, Genuyada paydo bo'la boshlagan. Bu banklar asosan o'z mijozlari savdogarlar o'rtasida naqd pulsiz hisob-kitoblarni olib borgan.
Dastlabki banklarning paydo bo'lishi, bank operatsiyalari. Banklarning kelib chiqish tarixini o'rgangan bir qator iqtisodchi olimlarning xulosasiga ko'ra, dastlabki banklar Italiyaning Venetsiya va Genuya shaharlarida 10-asrlarda paydo bo'lgan. Shuningdek, shuning uchun ham bank so'zi italyancha banko so'zidan olingan, ya'ni stol degan ma'noda. Garchi valyuta ayirboshlash operatsiyalari dastlabki banklarning birinchi operatsiyasi bo'lsa-da, hozirgi paytda banklarning jamiyatdagi o'rni ularning kredit operatsiyalari bilan belgilanadi. Qadimgi Gretsiyada pul almashtiruvchi odamlarni xo'sh trapezida, ya'ni grekcha stol, qadimgi Rimda esa mensarilar, lotincha stol deb atashgan. Xo'sh, tarixan birinchi yuzaga kelgan rasman bank bilamiz, bu Angliya banki hisoblanadi. U 1694-yilda aksionerlik bank sifatida tashkil topgan. Bu bank aksioner emission bank bo'lib, unga davlat tomonidan banknotalar emissiya, ya'ni chiqarishga ruxsat bergan. Keyinchalik sanoat rivojlanishi natijasida banklar boshqa mamlakatlarda ham tashkil qilinib borgan. Banklar o'zining spesifik, ya'ni o'ziga xos xususiyatlariga ko'ra milliy to'lov tizimining tayanchiga aylantirildi. Endi iqtisodiyotdagi barcha to'lovlar banklar orqali o'tadigan bo'ldi. Bu banklarning iqtisodiyotdagi mavqeini keskin oshirdi. Xo'sh, birinchi markaziy bank 1650-yilda Shvetsiyaning Riksbanki bo'lib hisoblanadi. Keyinchalik 1694-yilda Angliya markaziy banki, 1800-yilda Fransiya markaziy banki, 1893-yilda Italiya markaziy banki va 1913-yilda AQSh federal zaxira tizimi tashkil etildi. Endi banklarning tijorat banklarining funksiyalari. Demak, banklarning ma'lum bir qancha funksiyalari bor bilamiz. Ulardan birinchisi vaqtincha bo'sh turgan pul mablag'ini yig'ish va uni kapitalga aylantirish. Keyingisi kredit munosabatlarida vositachilik qilish. Keyingi funksiya to'lov jarayonlarida vositachilik qilish yoki muomalaga kredit vositalarini chiqarish kabi bir qancha funksiyalarni amalga oshiradi. Endi bankning turlari haqida gaplashamiz. Banklar ma'lum bir belgilarga qarab quyidagi turlarga bo'linadi. Mulk shakliga qarab, misol uchun banklar aksioner, noaksioner, kommunal, davlat, aralash va xalqaro bank turlariga bo'linadi. Misol uchun mana kommunal banklar misol keltirsak, bu kommunal banklar ixtisoslashgan kredit tashkilot bo'lib, kommunal xo'jalik va uy-joy qurilishini kreditlash va moliyalashtirish bilan shug'ullanadigan maxsus ixtisoslashtirilgan bank bo'lib hisoblanadi. Yoki davlat banklari. Davlat banklari davlat ixtiyorida bo'lgan kredit muassasasi bo'lib, birinchi marta qadimiy Rimda, Misrda, keyinchalik 12-asrlarda Yevropada vujudga kelgan. Davlat banklarining quyidagi turlarini amaliyotda bo'lishi mumkin. Markaziy tijorat banklari, maxsus kredit institutlari, aralash banklar, kapital davlat tomonidan va bir qismi xususiy kapital tomonidan vujudga keltiriladigan banklar bu aralash banklar deb ataladi. Xalqaro banklar. Xalqaro banklar xalqaro pul, hisob va kredit munosabatlarini olib boruvchi maxsus bank bo'lib, davlatlar o'rtasida valyuta, kredit va moliya munosabatlarini boshqarib boradi. Yirik xalqaro banklar qatoriga Yevropa rivojlanish va taraqqiyot banki, Xalqaro valyuta fondi, Xalqaro moliya korporatsiyasi, Xalqaro hisob-kitoblar banki va boshqa banklarni kiritish mumkin. Endi keyingisi banklar turlari xorijiy banklar. Xorijiy banklar to'liq yoki qisman chet el investorlariga tegishli bo'lgan banklar bo'lib, ular o'z faoliyatini mahalliy qonunlar doirasida olib boradi. Hozirgi vaqtda bunday banklar yirik banklarning shu'balari sifatida faoliyat ko'rsatadi. Ya'ni o'sha bir qaysi ma'lum bir davlatning shu'ba banki sifatida faoliyat ko'rsatadi. Faoliyat ko'rsatish va bajargan funksiyalariga ko'ra depozit, universal yoki ixtisoslashtirilgan banklarga ham bo'linadi. Depozit banklar asosan aholi jamg'armalarini jalb qilish va joylashtirish bilan shug'ullanadigan banklar bu depozit banklar. Universal banklar turli xil bank operatsiyalarini depozit, kredit, hisob, foiz, vositachilik va boshqa operatsiyalar bajaruvchi bank universal bank hisoblanadi. Germaniya, Shveysariya, Avstriya kabi mamlakatlarning tijorat banklari universal banklar bo'lib hisoblanadi. Ixtisoslashtirilgan banklar esa xalq xo'jaligining ma'lum bir sohalariga va aholiga xizmat ko'rsatuvchi maxsus shu sohaga ixtisoslashtirilgan banklar deb ataladi. Ixtisoslashtirilgan banklarning turlari sifatida investitsiya, jamg'arma, rivojlanish, taraqqiyot banklarini keltirish mumkin. Kredit tizimining yana bir qismi nobank kredit muassasalari bo'lib hisoblanadi. Bo'lib davlat va korxonalarni moliyalashtirish uchun uzoq muddatli kreditlar berish bilan
shug'ullanadi. Ya'ni bu nobank kreditlar bilamizki, ma'lum bir bank operatsiyasini bajaruvchi kredit muassasalari bo'lib hisoblanadi. Ularga o'sha mikrokredit tashkilotlar, lombardlar, kredit uyushmalari, faktoring